Avvalo assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar, bizni kuzatib turgan hurmatli o'zbek xalqi. Kuni kecha muhokamalarga sabab bo'lib turgan Elbek Madaliyev Oltiariq tuman madaniyat bo'limi boshlig'i go'yoki hokimlarni rahbariyatni sha'niga aytilgan, go'yoki meni ovozim bilan o'xshatilgan audio yozuvni egasidek qaralyapti. Endi sun'iy intellekt degan narsa endi kirib kelyapti. O'zi vaholanki buni paydo bo'lganiga ancha bo'lib qoldi. Sodda xalqimiz shu feykga ishonishga turganini ko'rib o'zi indamoqchi emas edim. Chunki aybi yo'q odam qanday o'zini opravdat qilib yoki oqlashi mumkin. Lekin ko'ryapsizlar, har xil muhokamalarga sabab bo'lyapti. Rostdan ham ishonib qolishmasin degan maqsadda o'zimni fikrlarimni bildirmoqchiman. Xullas, bu madaniyat bo'limiga, Oltiariq tuman madaniyat bo'limiga 14-yanvarda hurmatli madaniyatimiz vaziri Ozodbek Ahmatovich o'sha jamoalari suhbati asosida suhbatda muvaffaqiyatli o'tib 14-yanvar kuni mana shu Oltiariq tuman madaniyat bo'limiga tayinlanganman boshliq etib. Ungacha ham bu maskanda ko'p yozuv, chizuvlar o'zlaringizga ma'lum, ko'pchilik biladi. 4 yil mobaynida tinimsiz har xil xabarlar, odam sha'nini tushiradigan yolg'on xabarlar tarqab kelar edi. Shunchalik bo'lsa ham balki o'g'nasa bo'lar degan umidda harakat qilib, bilimlarimizni sinab bu ishga qo'l urilgan edi. Shu madaniyatda o'zi boshliq bo'lish orzum yo'q edi, lekin 3 yil ilgari onamdan so'kishib boshqa bo'lgani uchun endi bu ishxona men uchun shu onamni xo'rlashgacha boradigan bo'lsa, men shu ishdan kechdim deb ketgandim bu maskandan. Keyin yurdim sabr qilib, orada 2 yil o'tdimi, 3 yil o'tdimi, shu o'rin bo'shabdi deyilgandan keyin avgustga imtihon topshirib, prezidentimiz huzurida davlat boshqaruvchilarini tanlash, ya'ni imtihonni o'tkazib, loyiq yo noloyiq bo'lsa, unga qarab tayinlanadi. O'sha boshliq bo'ladigan odam oldin avgustda imtihon o'tadi, qolaversa qaysi sohada bo'lsa ham o'sha vazirlik suhbatdan o'tib, lozim ko'rishsa tashkilotlar bilan kelishilib, keyin qo'yiladi. Palonchini tanishi, pistonchini jiyani, palonchini qarindoshi degan narsa yo'q. Chunki orada nima bu ishga qo'l urgan sababi, orada qamalgan edim. Qamalib chiqqandan keyin umidimni uzgan edim. Endi shuncha san'atga oshifta bo'lganing bilan qamalganingdan keyin hamma hurmat suvga oqib ketdi degan ichimda nima bor edi. Ishonchsizlik, boshqa. Keyin hurmatli prezidentimizni gaplari, bergan daldalari, o'sha bilim olishga bo'lgan, odam o'zini ustida ishlasa qaysi darajalarga borishi mumkinligi katta yo'l ochilib qo'yilgan bo'lsa, masalan, qamalgan odam tuzalish yo'liga o'tgan bo'lsa, kelajagini yana fursat bo'lishini yaqqol namunasi. Men shuni boshimda o'tkazdim. Harakat qildim, kechalari uxlamadim, o'qidim, izlandim, o'rgandim, imtihonni topshirdim. Undan 1-2 oy o'tib vazirlik suhbatidan o'tdim. Men ajablangan tomonim, haqiqatda odam adashsa ham, qamalsa ham, boshqa bo'lsa ham tuzalish yo'liga o'tib, astoydil harakat qilsa, bizni O'zbekistonda yaxshi natijalarga erishsa bo'lar ekan deb harakat qilib 14-yanvar kuni yuqorida aytganimdek tayinlanib ishni boshladim. Shu ishga kelganimdan beri men haqimda turli bo'xtonlar, har xil yolg'on feyk xabarlar tarqala boshladi. Mana qo'limda ro'yxat qilib olganman. Jamoat nazorati kanaliga 3-dekabr kuni 16:25 Abduvosil Yuldashevni davlatning xizmat mashinasini o'zinikidek ishlatyapti degan mavzuda xabar chiqqan. Ya'ni 2024-yil 31-dekabr kuni, hali men bu yerga kelmasimdan oldin.
yana o'shandan 31-dekabr bo'lsa 6-yanvar kuni yana jamoat nazoratiga 12:10 kunduzi Abduvosil Yo'ldashev Damas'da sabzi tashigan degan mavzuda yana fake xabar tarqatishgan. Undan keyin 3-si mana men 14-yanvar kuni tayinlangan bo'lsam, Eltuz rasmiy kanaliga, chet elda kanaliga 28-yanvar kuni Farg'onada narkobaron madaniyat bo'limiga boshliq bo'ldi sarlavhasi ostida soat 19:01 da fake xabar tarqalyapti. 4-si yana Eltuzga 1-iyul kuni biz bilgandik, biz kutgandik degan sarlavha ostida yana bitta fake xabar men haqimda tarqalyapti. 5-si yana Eltuzga 7-iyul kuni 15:31 da Oltiariq tajribasi yolg'on ma'lumotlar tarqatyapti. Ya'ni boshqa tadbirda rasmini boshqa tadbirga deb viloyatga jo'natyapti degan ma'noda buni yoritishgan. Endi bu yerda 6-chi, 7-chi o'rinda u ham Eltuzda ikkita boshqa videoni bitta ma'lumot sifatida tashlayapti. Ya'ni 7-avgust kuni soat 09:33 da davlatning ovoz kuchaytirgichi To'ychivoy rahbar xizmatida, ya'ni ikkita boshqa video orqali tasvirlayapti. 8-si Mirjalol Abdurahmonov lichkasida, ya'ni bu anonimli lichka deyman, shaxsi noma'lum menimcha, topolmadik buni kimligini. Xayrullo Bozorov, ya'ni viloyatimizda hokimi Xayrullo Bozorov nomiga rahbarni qachongacha himoya qilasiz degan rukni ostida 23-mart kuni soat 08:01 da bu faktni tashlayapti. 9-si yana Eltuzga 26-oktyabr kuni, mana kuni kecha, bugun 31-mi? 31 sana bo'lsa 26-oktyabr kuni 19:32 da Madaniyat vaziri madaniyat bo'limlari rahbarlaridan do'li oladimi degan sarlavha ostida fake xabar tarqalyapti. Qolaversa 29-oktyabr kuni, mana ilgari kuni Eltuz saytidan yana 19:29 da madaniyat bo'limi boshlig'i tuman hokimini obro'sizlantirdi, o'qiyolmay u gapni. Obro'sizlantiryapti degan ma'noda fake xabar tarqatyapti-da. Bu o'sha zapisni, audio yozuvni yaxshilab eshitsalaringiz, hech qachon odam, ayniqsa Avgustdan o'tgan odam, vazirlikda suhbatdan o'tgan odam, ayniqsa qamalgan odam, shuncha boshidan ishlar o'tib, shuncha chig'iriqlardan o'tib, o'zini shunaqa bema'ni narsaga ravo ko'rmasa kerak deb o'ylayman. Har qanday sharoitda. Bular ishlatib turgan kalit so'zlar hammasi haydalishga sabab bo'ladigan so'zlarni bitta chiziqqa chizib, ya'ni bitta voqeani o'zida ifodalab qo'yapti. Odam qanday unaqa qilishi mumkin? O'sha ichkarida keltirilgan vajlarni bittasini qilishi mumkindir. Adashib qolib bo'ladi-ku, odam adashishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Lekin hayron qoladigan sun'iy intellektni baribir artikulyatsiyasiga e'tibor bersalaringiz, men o'zim gumon qilgan shaxslar bor, ularni artikulyatsiyasiga solishtirganda birga bir o'z aksini topadi degan umiddaman. Xudo xolasa mutaxassislar shug'ullanishyapti. Kim nima ko'ngilda, nima qilyapti, sponsorlari kim, homiylari kim bunga jalb qilyapti, asli dushmanning ildizi qayerda? Mana tegishli tashkilotlar shug'ullanyapti. Xudo xolasa tez kunda buni yorug' yuz bilan birga Xudo xolasa xabarni topamiz degan umiddaman. Nima deydi endi? Hammani yuzini yorug' qilsin. O'sha dushmanlik qilib turgan g'arazli, ayniqsa davlatimizni siyosatiga, prezidentimiz siyosatiga yoki bizdan yuqori turuvchi tashkilotlar rahbariyatiga yomon ko'z bilan bir alamzadalik, bir negativ ruhiyatni xalqimiz yuragiga sochib turgan shu dushmanlarga, insofsizlarga Xudoyimdan faqat insof so'rab qolaman. Xudoyim o'zi kifoya qilsin. Kim nima ko'ngilda nima qilib turgan bo'lsa, Allohim o'zi chevar, o'zi kifoya qilsin. Rahmat.
avvalo.